Assalomu alaykum kuzatuvchilarim. Funksiya amaliyoti bilan haftamiz boshlandi. U haqida xudo xolisa ma'lumot beraman sizlarga. Boshqa narsa haqida gapirmoqchiman. Xabaringlar bor. Hozir Amerikada reproduktologlar, embriologlarni juda ham katta konferensiyasi bo'lib o'tyapti. Onlayn kuzatishga harakat qilyapmiz va olgan ma'lumotlarimdan bittasi hozir Yevropada ham, Amerikada ham eng keng targ'ibot qilinayotgan narsalardan bittasi imkon qadar eko jarayonida beriladigan gormonning miqdorini minimum berish kerak. To'g'ri, juda ham ko'p tuxum hujayra olmaymiz, lekin olgan tuxum hujayralarimizni sifati balandroq bo'ladi degan fikrni berishyapti. Biz nima qilamiz? Biz imkon qadar biroz kattaroq dozani berib, ko'proq follikul olib, undan ko'proq embrion muzlatib qo'yishga harakat qilamiz. Nima uchun? Agar bitta qilgan transferimiz o'xshamasa, qayta transferlarda qaytadan funksiya qilmaylik, qaytadan gormonlar olmaylik, qaytadan narkoz olmaylik, shuncha rasxod bo'lmasin degan maqsadda katta doz